скучает по Лехе. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Ismim Sharifov Hikmatilla Haydarov. Sizlar bilan 3 oydan beri ko'rishganimiz yo'q edi. To'g'ri 3 oydan beri vlog tipidagi video yozganim yo'q edi. Xudo xolasa bugundan boshladik. Tak. Demak, bugun 23-may 2022-yil, soatimiz millari 8:43. Mashinani priborini ko'zimizga qulay holatga keltiramiz va salonda bizga kerak bo'lgan temperaturani qo'yamiz. Odometrni nuriga qaytaramiz. Shu oxirgi video adashmasam 22 fevralda chiqqan edi. Oradan ro'parasa 3 oy vaqt o'tdi. O'tgan 3 oy mobaynida men O'zbekistonga borib kelishga ulgurdim. O'zbekistonga mart oyida borib, aprel oyida qaytib keldim. 1 oydan ko'proq vaqtdan beri Moskvadaman. Yana o'sha eski taksida tirikchilik bilan oboramiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga taksi haqida kerakli, qiziqarli videolarni qo'yib boraman. Sizlar bo'lsa o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni opisaniyada qoldiraman yoki bo'lmasam ekraningizda chiqadi. Meni Instagramim yoki bo'lmasam Telegramdagi kanalimiz. U yerga o'tib qiziqtirgan har qanday savolingizni berishingiz mumkin. Shu taksi sohasiga bog'liq qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Va men esa bugungi ishga kirishdim. Здрасте. На ногу. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Тут шлагбаум откроется? Нет. Откроется? А мы как заехали? Через него? Нет. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. А что случилось-то? And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb like white pain. Never hit the bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Здесь, да? Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего вечера. Всего доброго. Alo. Assalomu alaykum. Ertaga men boraman soat 10:10 atrofiga borsam, mashinaga borib, kompyuterga borib, xizmat ketang bo'ldi. Demak, bizda navbatdagi zakaz поселение Сосенское. Olamiz va kommunalga yo'l olamiz. Hozir bir narsaga ko'zim tushib qoldi. 50 rubl sizga chivi deb tushdi, balansizga deb. 50 rubl chivini kim berdi ekan? Birinchi olib kelgan zakazimiz. Olib kelgan ayol kishi 50 rubl chivi qoldiribdi. Yomon emas, barakasini bersin. Davom etamiz. Shunaqa chivi qoldiradigan yo'lovchilarimiz ko'proq bo'lsin. Здрасте. Бульвар Велоскис.
till you know, man, I still go, 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 go. Feel low, you still go, go, go slow, you still go, go, no hope, you still go. I never ran, so no, man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go. И вот здесь меня высадите. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't right. Demak, ikkinchi zakazimiz ham bajarildi. Ikkinchi zakazimiz narxi 316 rubl. 13 keldi. Faqatgina shahardan tashqariga chiqib ketdik. Siz qayoqqa amalga? Faqatgina shahardan tashqariga chiqib ketdik. O'zi shahar ichida ishlashimiz kerak edi. Yaxshilikcha sentrga kirib olish kerak edi, lekin bugungi plan zakaz terish emas, non stopda ishlash. Tushgan har bitta zakaz olish. Albatta, olis Moskva viloyatiga ketib qolmasdan shahardan uzoqqa. Posyolok Valuyevo. Buni olamiz Valuyevoga deb. Aeroport Vnukovo tarafga. Так что davom etamiz. O'rtoqlar, nimadir bilan bir qancha vaqt shug'ullanmasanglar, misol uchun sport bilan ham qanchadir muddat davomida shug'ullanmasdan yana trenirovkani boshlasanglar, organizmda ozgina qiyinchilik, shu nagruska yuzaga keladi. Shu bilan birgalikda men ham kamera bilan ishlamayotganimga ancha bo'lib qoldi. Shuning uchun kameraga gapirayotganimda gaplarimni yo'qotib qo'yishim mumkin. Oldin ham chiroyli to'g'ri terib gapira olmas edim. Так что ba'zida ruscha so'zlar aralashtirib olishim mumkin yoki bo'lmasam shevada ba'zi bir so'zlarni gapira olishim mumkin. O'zi abadiy tilda gapirishga harakat qilaman. Shuning uchun kamchiliklariga oldindan uzr so'rab qo'yaman. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Здрасте. Поселок Валуево. O'rtoqlar, mijozimizni Valuyevoga olib keldik. Valuyevodan hozir zanjir bo'yicha zakaz buyurtma tushdi. Buyurtma mana shu atrofda qaratishga ekan. Buyurtmani ham darrovda bajaramiz. Bu yerdan ketishimiz kerak. Qayoqqa borgan yaxshi? Moskovskiy eng yaqin joy. Так что
to Moskovskiy tarafga yo'l olamiz. Agar Moskovskiyga borsak, yo'lda metro Filatov Luk bor. Bu yerdan yana shu qishloqqa zakaz tushishi mumkin. Biz nima qilamiz? Bu anaqada danimiz случай deydi-yu, bunaqa vaziyatda домой knopkamiz bor. Домой knopkamizni ishga solamiz. Где-то 10 minut kutib turamiz. Zakaz tushsa tushdi, tushmasa yurishni boshlaymiz. O'ylaymanki yo'l yo'lakay zakaz bo'ladi. Домой yoqqanimizdan keyin 10 minutdan o'tdi, lekin haligacha zakaz yo'q. Nima ham qilardik? Shaharga qaytamiz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hayron qoldim. Mayli, olamiz zakazini. Hayron bo'layotgan narsam, Drojina umuman shahardan tashqarida o'tib o'tardi. Taksi ishlayotgan akalarimizni prekrasno bilishadi. Lekin men domoj knopkam bilan shaharga qaytishim kerak edi. Shu narsa tarzida zakaz Drojinaga tushdi. Uchun aynan Drojinaga yoki bu atrofda mendan boshqa taksi yo'qligi uchunmi? Yangi rayonligi ko'rinib turibdi. Stроительный musorlardan. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray and add it like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Kim kutib oladi? O'zbek bolalar? Ha, o'zimiz bolalar. Nomeringizni bering, taxtizga tashlab qo'yasiz. 600 qancha? 660. Mayli akalar, charchamanglar qol. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't fighting. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. O'sha taxmin qilganimdek O'zbek aka xolar ekan. Stроительный materiallarni boshqa obyektga jo'natishayotgan ekan. Shunaqa paytda ham taksi juda ham qulay narsa.
Здрасте. На строителе? Здрасте. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could. Здрасте. There's no hope, you can still go. I never answer no, man, I still. Здрасте. Казанская зал. Да. Здрасте. Бабушка. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Маршал желтый, правильно? Go, 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 go. Feel low, y'all still go, go, go slow, y'all still go, 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 y'all still go. Nomerin kaç para? 3'te 9. Qancha olib turib ko'rsangiz? 17 ga. Voy. 520. Ne olsa? 520. Qilmayman, qilsam javob. Mayli, rozlashishamiz, ha? Ketordingmi? Ha? Ketordingmi? Qancha to'g'ri? O'zbekcha tushunmaysizlarmi? Tushunamiz. Gapiravering. Gapiravering. Gapdan sog'avering. Remen taqib oling yo'qsa. Taqamizda nima qilasdik? Boshqa iloyim yo'q. O'rtoqlar, o'sha 24-may ertaga so'nggi qo'ng'iroq. Barcha maktabni tugatayotgan ukalarimizga, singillarimizga oqibat tilaymiz. Hayotinglar har doim rang-barang bo'lsin. Endi esa hozir Leninskiy prospektdan aeroport Vnukovaga zakaz bor. Soatimiz millari 5 dan 18 minut o'tgan. Aeroport Vnukovagacha tak 17,2 kilometr 18 minut. Kiyevskiy shosse bo'ylab 110 km/soat tezlikda yursa bo'ladi. 18 minutda xohlasa borib tashiymiz. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Короче, kamerani yoqish esimdan chiqib qolibdi. Aeroport Vnukovadamiz. Qilayotgan ishini qaranglar, ahvol. Shu shoshilishingda borib kimnidir urasan, keyin mo'lla bo'lasan. Mayli. 1,5 soat o'chib ko'rsatyapti aeroport Vnukova. 18 minut ko'rsatayotgandi boshida. Hozir adashmasam 15 minut, 16 minutda keldim. Ancha tez keldim, yo'l ochiq bo'ldi. Ko'raylikchi, qancha o'chib bor ekan. 1,5 soat 110 ta mashina.
Soat уже 6ga yaqinlashyapti. Shaharda ish boshlanadi. Yaxshisi Sonsuaga ketib, Sonsuada ishni davom ettiraman. Simsim ochil. Tak, oradan 2 daqiqa o'tdi. Taksometr o'lchati bo'yicha 110 edi, уже 95 ta mashina ko'rsatyapti. 1,5 soatdan 1 soatga tushdi. Samolyot kelganmikan? Balki tezlashib ketar. Nima deb o'ylaysan? Kutsammikan, kutmasammikan? Bu yoqda Sonsuada hali Sonsuada уже koeffitsient paydo bo'ldi-yu, raskazovkalarda paydo bo'lmabdi. Tak. Shaharga qaytib qolganmikan bu yerda kutmasdan. 91-95. Tak, judayam odamni o'ylantiradigan vaziyat oldimizda. Amakimiz mashinasini balon qo'yib yuborib shekilli. Balon chiqyapti. 86-90. Tuturaymikan. Tezroq kelib qolar, kutib turaman. Хотя бы 6gacha kutaychi, bersa berdi, bermasa keyin ketaman. Блин, aeroportdan tushgan bitta zakaz atmen. Yasin Сходнейский. Вообще круто. Everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Demak, ketmasdan to'g'ri qildim. 605 da zakaz tushdi. Birinchi zakaz Severniy Chertanoga tushdi. Severniy Chertanov yaqinlik uchun yetga oladi. Ertalabda shtobi uzoqroqqa boradigan zakaz bo'lsa, puli ham yaxshi bo'ladi. Hozir soat endi 6 bo'ldi. Unchalik probka yo'q, tezroq yetib borib dalish ishimizni davom ettirishimizga qulay bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, aeroportdan ketib qolmasdan zakaz tutganim yaxshi bo'ldi. Hozir aeroportda Vnukovoga kirib boryapmiz. Bu yerda yer ko'lab tashlashgan, sababi metro qurishyapti. Yaqin orada aeroportda Vnukovoga metroda kesib oladi. Tarafimiz bo'sh ekan. Oynani tushiramiz. Kartochka olamiz. Knopkani bosamiz, karta chiqadi. 15 minut besplatno. 6dan 7 minut o'tganda kirdik. 15 minut ichida chiqib ketishimiz kerak. Biz qayoqqa borishimiz kerak? Boyag'omorga borishimiz kerak. Kamerani yoqib qo'yamiz. Va 5 va 7 va 9 Boyag'omor ana chamadoni bilan turgan chuvak og'zida sigaret bilan stop. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up. Yana раньше, правильно? Да. 6:40 aytganimdek imkat bo'mbo'sh. Yarim soatda aeroportdan yetib keldik. 39 kilometr edi, 805 rubl.
Passajirga hech qanaqa pretenziya yo'q. Vaqtinchalik liniyadan chiqib turibman. 9larda ish boshlagandim. 9larda xudo xolisa tugataman. Plus minus 2 soatdan sal ko'proq vaqt qolyapti. 9dan keyin amakimni kutib olishga borishim kerak. Xo'p, Tushinadan ham koeffitsient paydo bo'ldi. Soatimiz millar 6:53. Biz liniyaga chiqamiz. Xo'p, minimalka, ana zona minimalkalar ishlashni boshlayapti ekan. 7:50 dan ekan. 7:50 bo'lguncha qancha bor hali. Tem bo'ldi biz anaqada emasmiz, zonada emasmiz. Straginoda qancha? 850 danmi? 7:50 dan 819, yarim soat ichida. Yo'da 600 630 810 Nagatinskiy zaton. Men yashaydigan joyda 700 Sonsoy 730 Boruqroq Krasnogorskiy boulevard. Olamiz. Uber zakazi brutor koeffitsient bilan. Krasnogorskdan orqaga qaytib kirish, probkaga qolib ketmasam kerak. Tezroq bajarish kerak bu zakaz. Доброе утро. Krasnogorsk, правильно? Xo'p, aynan Krasnogorskdamiz. Krasnogorskka klientimizni olib keldik. Brutor koeffitsient bilan. Uber zakazi 357 rubl 12 minutda 7 kilometrga keldik. Hozir Krasnogorskdan Siminskiy Valga zakaz tushdi. U ham Brutor koeffitsient bilan 38 minut 24 kilometr ko'rsatyapti. Ko'ramiz necha pul bo'lar ekan. Ertalabda ishlash bitta minus tarafi shu, sizga yoqmaydigan har xil parfyumlardan nafas olishingizga to'g'ri keladi. Endi bu odamlar didi ham har xilda, o'shanga kimdirga yoqadigan parfyum sizga yoqmasligi mumkin. Sizga yoqadigan parfyum va yana boshqasiga yoqmasligi mumkin. Ertalabda hamma uydan chiqayotganda o'ziga qarab chiqadi. Atirda endi sepgan bo'ladi. Atir hidi butun mashinani salonni egallab oladi. Siz bu salondan nafas olishingizga to'g'ri keladi. Lekin pozitiv настроенияni yo'qotmaymiz, ishlashda davom etamiz. Доброе утро. Siminskiy. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Хорошего дня. И вам. Спасибо. Demak, o'rtoqlar 8:02 38 minut emas, 44 minutda keldik, 6 minutga yutqizdik. 887 rubl. Klientga pretenziya yo'q. Tak, nima demoqchi edim? Vaqt qo'shilishi turgan gap edi, chunki ertalab soat 7dan keyin o'sha probka yig'ilishni boshlaydi, yo'llarda trafik oshadi. Shuni hisobiga 38 minut o'rniga 44 minutda keldik. Дальше davom etamiz. Bizda keyingi zakaz Первый Кожуховский проездga Крутская набережная. Ketdik. Доброе утро. Метро остановился. Это метро, правильно? Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and
you can still go. Здрасте, Хохловский. Хохловский. Demak, o'rtoqlar, soatimiz millari 8dan 40 minut o'tyapti. 9gacha ishlayman degandim. 9da amakim partizanskiy metroda kutib olishim kerak. Partizanskiy Rodelanka yetdik. Zakaz bersa zakaz bilan boramiz, zakaz bermasa shundoq boramiz. Xudo xolasa zakaz olamiz degan umiddaman. Shu bilan bugungi nima deydi? Smenani yakuniga yetkazamiz. Hozir ayni damda Moskva sentrida Xохловский переулокda turibmiz. Xохловский переулок o'sha Moskvaning eng qadimiy nima deydi uni Kreml bilan birgalikda vujudga kelgan ko'chalardan biri. Ko'chalarda binolarda ahvoli bir qancha remont talab bo'lgan. Bu yoqdan ko'rsanglar 2 etajli o'sha kinolarda ko'radigan zdaniylar, sayohatga kelsa arzigulik joylar. Bu tarafida mana bu tepada serkif bor. Afsuski hozir shu ko'rsata olmayman. Bu yerda o'sha parkovkada turish vaqticha yaralangan. Vaqti yetib keldi, ketishim kerak. Xullas kalom, Moskvada sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, arziydigan joylar. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray. Agar tramvay bilan kesishadigan chorraha bo'lsa, har doim tramvayga yo'l berib o'tkazib yuborishni zotinglardan ko'tarmanglar. Tramvay oddiy mashinaga qaraganda prioritetga ega. Здравствуйте. Здрасте. Самокат? Да. That you thought you could never do before. And even when you feel low, you can Demak, o'rtoqlar, soat 9:18. Men bugungi smenani yakuniga yetkazdim. 4895 2037. Xo'p, bu yerdan kalkulyatorni ochamiz. 2037 plus nech pul dedim? 4895. 4895. Ravno minus qilamiz bundan 580 rubl kechagidan qolgan ostatga bor edi. 6300. 6300 ga ishlabman, lekin hali zapravka qilganim yo'q. Hozir amakim kelib qopti. Sразу kutib olishim kerak. Где-то в пределах 5-10 kilometr anaqasida zapravka qilib olaman. Nech pulli benzin yoqqanimni ko'rsataman. Hozirda bakimizda yarim bakdan kamroq benzin bor. Kechasida chang ko'rinmaydi. Xonani ochib yursangiz, boshdan chiqami yo changmoq ketadi. 287 kilometr zapas xodimiz bor. Shunaqa gaplar. home, you can still go. I never ran, said no, man, I still go.